$8500 2013-yil 132 000 kilometr yurgan tayyor propan balonlari bilan Malibu 1 avtomobil sotuvdi. Mashina xudo xolisa sredniy holatida bitta ko'rsatib oladi. 2013-16 haydalgan ekan, 132 000 yurgan, tayyor 65 litr yurgan propan balonlari. Tuzluklari ham sredniy holatda, bunaqa chiroyli disklar taqib qo'yilgan. Tomosha eshigida niyatingni qildirib, klassika tekizib olish kerak bo'lgan joy bor. Yuklari bor, salonlari. Texnik qildirib olishadi. Zo'r holatga keladi. Probeglari, endi kelib ko'rib probeglarni, kraskalarni tekshirtirib olsa bo'ladi. Propanni ham qottasi olib qo'yilgan. 400 ta 500 ta atrofida yuradi. Hop, kraskani yonida kapotida bor deyapti. Bemalol kelib ko'rib, ustidan olib kelib tekshirtirib olsa bo'ladi. Narxi $8500, pastga nomер qoldirib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib savdolashib, xudo xolisa baraka qo'shilib bo'ladi. Juda ham xudo xolisa zo'r narx keladi.